Samarqandda Motorfestda o'zi nima bo'lyapti? Hozir bitta obzorni qilamiz. Birinchi zona drift zona. Driftni ko'rib mazza qilinglar. Ikkinchi zonamizda esa ko'rgazma. Chiroyli avtomobillar ko'p. Kelib bitta ko'rib ketasizlar va hozir bitta qo'yamiz. Qaysi biri sizga yoqdi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Uchinchi zonasi esa avtozvuk. Jamol aka, bunaqa go'zallikka nima deysiz? Men aytamanki, o'zini muxlislariga, mashina muxlislariga sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Sizning mashinangiz yo'q, ana endi qiziqish oshyaptimi? Siz to'g'ri yo'lga kirgan ekansiz. Bizning videomizga like bosib, bizni obuna bo'lish esdan chiqmasin. Avtobozor Live va Jafar Gasov xizmatda.